Chunki blogerlarni aldamaydi deb o'ylashadi bizning sodda xalqimiz. Tekinga berilgan mahsulotni $40, $50 sotishdi. Ular odamni nazariga ilmas ekan, bolalarni Yig'lavoriy deb telefon qildingiz. Aka, menga bilet topib bering. Men boshqaga ishonmayman dedi. insonlar ertaga holatni hali hech kim bilmaydi, hali hech kimning dokazatsiyasini qilib bergan yo'q, gapiga testiva qilgan yo'q. Shuning uchun Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Do'stlar, menda bitta zo'r biznes plan bor. Tekinga berilgan mahsulotni $40, $50 sotishdi. O'rgataman. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariga $40 tadbirkor so'zini yozib qoldirsangiz, men direktdan sizga darslikni yuboraman, o'rganib olasiz. Chunki endi mahsulot ustiga marja qo'yib sotish bu normal tadbirkorlik, lekin tekinga berilgan narsani pullash bu talant, iste'dod talab qiladi. Bu iste'dod ko'pchilikda kuzatilmaydi, bir milliontadan bittada uchraydi. O'sha siz bo'lishingiz mumkin va shu bilan birgalikda men barcha yurtdoshlarimizni tabriklamoqchiman. Bizda bitta tarix bor edi. O'zbekiston futbol terma jamoasi jahon chempionatiga chiqdi. Bu bitta tarix. Bugun shu tarix ikkitaga aylandi. Endi bizda ikkita tarix bor. Tekin narsani ham pullash yo'li chiqdi. Bu ikkinchi tarix. Bemalol biz ikkinchi tarixda ham ikkita tarixli bo'ldik. Kim o'ylab deysizlar do'stlar? Bitta tarix bor edi, ikkita tarix. Hamma tabriklayman do'stlar. Tarix yaratilyapti. futboldan qaytyapmiz. Men bitta vpечатленияni aytib o'tishim kerak blogerlar to'g'risida. Blogerlar, O'zbekistondagi blogerlar va Amerikadagi blogerlar to'g'risida gapirib o'tishim kerak. Sababi men Amerikadagi blogerlar, misol Shohrux ular bilan ham ko'rishdim, Saru bolani ham ko'rishdim. Shulardan prosmotri million odam ko'radi. O'zbekiston pes ko'radi. Hech qanaqa kibr, unaqa narsa yo'q. Oddiylikda hamma narsa. Men o'zim ko'rib, gaplashgandan keyin gapiryapman taassurotlarimni. Mana bu O'zbekistonda kelgan haligi Dilshod, yana Dilshodmi, Ibrohim degan bola, yana sheriklari bir bolalar, ular odamni nazariga ilmas ekan, bolalarni nazariga ilmabdi bu bolalar. O yulduz o'zini oq yulduzga, sariq yulduzga, Otabek aka bor-ku, Amerikada yuradigan Otabek aka. Otabek ham zalotoy inson ekan. Har bitta odam bilan kelib biz so'rashib chiqdi bor, ishonasizlarmi? O'zbekni itarib ketdi degan gapni ko'p eshitamiz. Ayni mana shu chet el mamlakatlarda yashaydigan o'zbeklarimiz haqida ketyapti. Hammasi haqida emas, lekin ko'pchiligi baribir kiydirib ketadi. Shuni hisobiga blogerlarga ishonch oshib ketadi. Chunki blogerlarni aldamaydi deb o'ylashadi bizning sodda xalqimiz. Lekin aldoqchilari ham bor. Lekin shunda ham yuzini olib chiqdi-yu, bu aldamaydi-yu deyshadi. Amerikada yashaydigan o'zbek vatandoshlarimiz bilet mojarosiga duch kelib, qiyin ahvolga tushib qolishibdi. Ya'ni biletni vaqtida olishmagan, vaqtliroq harakat qilishmagan, ko'chaga chiqib bilet olamiz, bilet narxi oshib ketgan, saytda bilet qolmagan, kassaga borib bilet ola olmaydi chunki masofalar juda oralari uzoq, joyga borib olish kerak. O'zbekdan bilet olaman desa, misol uchun Portugaliya O'zbekiston o'yiniga bilet birinchidan qimmat, ikkinchidan 1,5-2 ming dollarga bilet olaman desa, hozir begona odamning kartasiga pul tashlab berish kerak. O'zbek bo'lsa ham. Chunki o'zbekga ishonmaydi. Chunki bir nechtasi menga ko'rsatdiki, aka men aldanib qoldim, 1,5 mingga tushdim, 2 mingga tushdim. Shunaqa payt bizga o'xshagan blogerlarga talab oshib ketadi. Lichkamga roza yozishadi. Aka bilet topib bering. Homiylar tomonidan menga 2-3 ta kompaniya ikkitadan bilet sovg'a qilgan. Menda bilet bor, kerak emas dedim. Bittasi Xitoydan keldi, bittasi Amerikadan bitta akam sovg'a qildi. Men tushmaydigan bo'ldim, aka sizga berdim. Aka biletim bor desam, aka xolasangiz tekinga berib yuboring, xolasangiz sovg'a qilib yuboring. Endi men biletni tekinga berib yuborish yoki sotib yuborishim bu meni qo'limda. Bu narsa noto'g'ri hisoblanmaydi. Bu harom ham bo'lib qolmaydi. O'zim yonimda o'g'lim bor edi, o'g'limga berdim. Yaqinlarim so'radi, yaqinlarimga berdim. Qolganini sotdim. Ya'ni qanaqa sotdim? Bozor qanaqa narx talab qilsa, shunaqa narx sotdim. Buni любой biznesmen tushunadi. Lekin ayrim Amerikadagi trakchi ukalarimiz hammasi emas. Bilmayman, balki sizlar pulni qiynalib topayotgan bo'lsanglar kerak, rosa qiynalib ekansizlarki, shuni ham video qilib olib chiqibsizlar akalar. Siz vatanparvar ekansiz. Nimaga biletni harakatini vaqtliroq qilmadingiz? Men aybdorman. Siz yig'lavoriy deb telefon qildingiz. Aka, menga bilet topib bering. Men boshqaga ishonmayman dedingiz. Sizga biletingizni hal qilib beraman. O'zimning qo'limdagi turgan 2-3 ta biletimdan bittasini sizga sotsam-u, siz bu yerda video qilib chiqsangiz, aka, Allohga
kifoya qilaman sizni. Chunki men sizni haqqingizni yemadim. Men o'zimni mulkimni sizga sotdim, lekin siz buni video qilib meni obro'sizlantiryapsiz. Aka, yaxshi ham futbolka temasiga aralashib qolmanman. Lekin aralashganimda ham bu noto'g'ri bo'lmasdi. Ko'p biznesmen akalarimiz sport tovarida ishlaydiganlar, futbolka tiktirib, o'zini dizaynini qilib, olib borib sotishyapti. $50 sotishdi, $35 $40 sotishdi, lekin shuni ham qimmat sanashyapti. Vaholanki Nike Adidas original futbolkasi $199 boshlanadi. Da arzonlari skidga tushganlari bor, eski modellari. Lekin O'zbekistonning futbolkasi $50 qimmat deb sanayotgan bo'lsanglar, demak arzonrog'ini qidiring yoki bo'lmasam o'zingiz Toshkentga kelib tiktiringda, ana 1000 ta qilingda, olib borib soting. Oson pul topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Mamush $50 dan olib 1,5 mingga sotdimish. Kassa ochilgan paytda $50 biletlar shu Amerikaning o'zida qolmagan. Bu ani Paxtakor, Bunyodkor stadioni emas. O'zbekistonda hal bo'ladigan. Bu mirovoy biletlar-ku. Mirovoy biletlarga bitta kichkina bloger ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Odam kulgisi keladi, to'g'ri. Gapira chiqishyapti, xullas o'sha Amerikaga borgan hamma blogerlar, hammasi emas, ayrimlar, masalan, bittami o'sha Abdurahmon akalar hammasini gapirib chiqishyapti. Nima deyishyapti? Futbolkalarni $50 dan sotdi, biletlarni ustiga pul qo'yib oldi deyishyapti. Nimaiki qiladigan bo'lsa, odam o'ziga qiladi, lekin bu narsani hali to'la to'kis bilmasdan kimdirlar gapirib chiqyapti-da, bunaqa sotibdi, vatanni manaqa qilibdi, sotibdi. Insonlar ertaga holatni hali hech kim bilmaydi, hali hech kimning dokazatsiyasini qilib bergan yo'q, gapiga testiva qilgan yo'q. Shuning uchun masalan men Otabek aka Aybash bilan o'sha aeroportga ketayotganimda ko'rishganman, o'sha maslahatlar berganlar, samimiy inson, juda bir yaxshi muomala qilganlar, unaqa mensimaslik, yo'q qanaqadir narsa ko'rmaganman. Endi Abdurahmon akani men hayotda ko'rmaganman, lekin o'sha Instagramda juda ko'pchilik samimiy inson deydi, yaxshi inson deydi. Shuning uchun ozgina fikr bildirayotganlar, lekin o'sha hype uchun, o'sha aktiv uchun video qilayotganlar, sal o'ylabroq gapiringlar. Hali u narsani bilmasdan Amerikaga bormagan odamlardan ba'zida turib olib videolar qilishyapti, bunaqa deyishyapti. Hali Abdurahmon akani taniysizlarmi? O'sha Otabek akani taniysizlarmi? Erta o'sha gapirayotgan qolganlarni taniysizlarmi? Sizlar ulardan bilet oldilaringmi? Qo'llaridan shu $1000, $2000 ga bilet oldilaring. O'shalar hali unaqa narsa qilmasdan gapirib, meta g'iybat qilmanglar. Agar raz-razga o'rnalaring bo'ladigan bo'lsa, o'zlariga yozinglar, adminlar nomerlari bor, mana shunaqa meni ishim bor deb turib, o'zlariga primoy chiqinglar, gapiringlar. Bunaqa Instagramda hammaga xunuk ko'rsatmasdan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.